Bugün bitta 1 tonna 200lik mashina sotib olgani keldik. Shu narsani ham sizlar bilan bir bo'lishay degandim. Mashinani chiqara olmadik tashqariga. Mana bu oldida 6 tonnalik mashina turibdi. Egasi yo'q ekan, kaliti ketib qolibdi. Shu mashinani nasib bo'lsa bugun olayotgandik. 1 tonna 200lik. Eng qiziq joyi ham salonda ham bortida bo'ladi. Buni mexanika korobkalarni topib olish juda qiyin bo'lyapti. Bizdagilar faqat mexanika so'rashadi. Full pozitsiya, sariq salon, 2024-yil 4-oy. O'sha korishnoy salon. Eng fullidan bir ikkita narsalar qo'shtirgan ekan. Mana bu tishlisidan qo'ydirgan ekan, nima pedallariga. Ani mashinamiz 28 ming yurgan, cruise bor, klimat kontrol, start stop, mexanika. Ikkigan 3-avlod o'sha monitori, nima internetga ham bemalol ulanaveradi. Mana Kia antennasigacha chiqib turibdi, YouTube'larga ulanaveradi. Mana elektriskiy bokovoylari, полосодержатель, hop, sidenya soviydi, qiziydi, rol qiziydi, orqa oynak nima spirallari bor, bokovoyni nimasi, regrovkasi shu yerdan bo'ladi. Ochdim hozir, yopib qo'ya qolaman. Mexanika korobka, Euro 6, 6 ta skor 7 bilan, nima zadniy bilan 7 ta bo'ladi skorsi. Hop, pultlik holatlari yaxshi, yomon emas, ozgina xizmat qilgani bor. Endi bu mashinaning eng qiziq joyiga kelamiz. Odatda bilsanglar, buni spalnisi bor, spalnisi yo'q deb o'ylamanglar. Orqasida ancha joyi ham turibdi, spalnisi ham bor. Bularning borti 320 bo'ladi, lekin bu mashinaning bortini ko'rsanglar, o'ta uzun turibdi. Ataylab ishonarli bo'lish uchun metr bilan o'lchab qo'ydim. Ichkarisigacha 370 bo'ladi, tashqi qismigacha 375 sm tashkil qilyapti. Kecha video qo'ygandim, ramasi ulangan, tayyorlangan holatida mashinalarni, lekin bu mashinani ramasi ulanmagan ekan. Ramasi ulangan bo'lganda sotib olmasdik bu mashinani. Hozir yana sizlarga ham ko'rsataman. Ramasi ulanganmikin deb men ham shubha qildim. Ko'rsanglar, but-butun oxirgacha 370 bortning uzunligi ham qaranglar. Bus-butun ramalar ulangan, svarka bo'lgan joylari yo'q. Oxirgacha but-butun ketgan. Nimasi ham mana to'g'ri bu yoqdagi gulshitri ham uzunligini qaranglar. Keyin kardani ham uzun. Hamma yog'i but-butun, borti uzunida. Spalnisi yo'g'iniki ham, 5 spalnisi ham 340 bo'ladi. Bu spalnisi bo'lib turib 370. Bortini uzunligi 370 ga 162, 165 bo'ladi ichki borti nimasi. Xo'p, endi zavodskiy propan bu mashinamiz. Zavod propan 2024-yil turbo kompressor 94 litr bo'ladi. Buni nimasi 93.4 litr bo'ladi. Kattaroq bo'ladi bu 1 tonnaliklarga qaraganda nazarimda. Ular 75 talik bo'lsa, xo'p, sig'imi bu propan balonining sig'imi 65 litrlarga keladi. 30% ta joy ortib qoladi. Ortib qolgan joy nimaga kirmaydi desanglar, o'zi 75% propan kirgandan keyin avtomatik Janubiy Koreya shu xavfsizlik nuqtai nazaridan qulflanadi. Hozir 22-yil bongosi borlar ko'rsanglar, 83,5 litr, 56 ta 57 ta atrofida nima kiradi, propan kiradi. Kirgandan keyin u yog'iga 83 litr nimaga qabul qilmayapti deb turishadi. Bu 100% damlab bo'lmaydi, ayniqsa yoz kunlarida bosim ko'payadi, gaz bosimi. Shuning uchun Janubiy Koreya xavfsizlik nuqtai nazaridan kelib chiqib, birinchi o'rinda insonning xavfsizligini o'ylab, mana shunday qilib ishlab chiqargan zavoddan. 2024-yil mashina, holatlari yomon emas, ko'rib turganingizdek videodagi holatda. Keyin tepasiga mana bu narsani qo'ydirgan ekan. Bilsanglar, odatda narsa qo'yganda mashina shilinib, boshqa bo'lib ketadi. Uzun-uzun mana taxtalarni ham, to'sinlarni ham ushlab ketaverasizda. Shuning uchun mana bu qattiq plastik, charm aralash plastikda bo'lib ham sinib qoladiganidan emas. Shundan qo'ydirgan ekan. Choklari joyida, tomini o'sha dumchasi ko'ryapsizlar, smart antennasi bo'ladi, akulan dumiga o'xshab chiqqan. Bort katta ekan. Nasib bo'lsa bu mashinani olib ketamiz. Hop, narxiga keladigan bo'lsak, qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekistonga kirib borishi yo'l kirasi ichida $22 ming bilan O'zbekistonga kirib boradi.
Rasta mushkasi hozirgi kunda 175 million atrofida chiqyapti. Bu degani shu 13 mingdan ozroq oshadi. Videoning tagida nomerlarimizni qoldiraman. 2025-yilgisini ham bundan oldingi videoda chiqardik. Kia Bongo 1 tonnaligini, lekin 1 tonna 200liklarni ramasi butun bu holatdagisini ko'rmagandim. Odatda qaranglar. Odatda mana mashitdan kesib ulardi buni. Buni ulanmagan ekanda ramas. Zavodskiy mana shunday uzun chiqqan. 370lik bo'lib. Sababi paretchalar bo'ladi. Ashundan 4 taga mo'ljallagan ekan. 4 ta. Nima deydi? Paretni o'zbekchasiga nima? 4 burcha yashil bo'lib, tagi ko'tarilgan bo'ladi. O'zbek tilida ham pareti bo'lsa kerak. Shunga mo'ljallagan ekan bu mashinani. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar akalar. Chiroyli qilib, yushlab chiqarib beramiz.